Salam jigit qizlar. Salam ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Elchi programmamizning bugungi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Muhabbat insoniyat uchun o'rtaq boyliqdir. Men bugungi programmamizni fransiyalik shoir Ranluq Moroning muhabbat haqida yozilgan misralari bilan boshlayman. Agar sen xohlasang, yashayli billa. 4 fasl almashgan oddiy ritmda. Xushbiroq gul, farzand, kitoblar ichra. Şatlık çömeyli tügüsün g'amlar. Agar yoshlarımızın to'y turmushi cho'nglarning g'imi bo'lib atqanida biz g'iminglarni yeydigan g'amguzar bo'laylik. Agar yoshlarimiz uchun jo'ri tepish tas masalaga aylangan bo'lsa, biz yordam qilaylik. Chunki bizni qo'llagan shirkatlar haqidagi tushunchalarga qarab beqinglar. Men sizlarga g'amnak bo'ladigan sizlarning g'iminglarni yeb, sizlarga hamdamda bo'ladigan ustozlarni tanishtirib o'tay. Mingli advokatlik ishi o'rnining advokati Xalida Abdulzadam. Xalidada qarshi olamiz. Shinjon san'at yo'nalining professori Gulzar Temir muallim. Gulzar muallim, qarshi olamiz. Alqishliq psixika maslahatchisi Ali muallim, qarshi olamiz. Birinchi nomerlik xizmatman Qalbinur, 24 yosh, Urumchi shahridan, mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hazır kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. 2 nomerlik qiz mehmon Alfira, 24 yosh, yurti Urumchi shahridan, mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hazır kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. 3 nomerlik qiz mehmon Xayrigul, 24 yosh, Xotan shahridan, mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hazır Urumchida modellik kasbi bilan shug'ullandi. 4 nomerlik qiz mehmon Maryam, 24 yosh, Xotan shahridan, mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hazır Urumchi shahridagi ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 1 nomerlik o'g'il mehmon Ilzat, 24 yosh, Urumchi shahridan, mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hazır ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 2 nomerlik o'g'il mehmon Qaysar, 25 yosh, Turpan shahridan, mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hazır Urumchi shahrida yemak-ichmak kasbi bilan shug'ullandi. 3 nomerlik o'g'il mehmon Abduqodir, 30 yosh, Yakan shahridan, mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hazır Urumchi shahrida ma'lum bir oshxonada ishlaydi. 4 nomerlik o'g'il mehmon Oblikim, 25 yosh, Xotan shahridan, mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hazır Urumchi shahrida uy-mulk shirkatida ishlaydi. Agar sen xohlasang yashayli billa. 4 fasl almashgan oddiy ritmda. Mana shunday misralar bilan sahnadan tushishinglarni umid qilaman. Xo'sh, tunji uchrashish bakmi go'zal bo'lishi kerak, ham cho'qim go'zal bo'ladi. Qani, kim bu fursatni egallaydi? Chek tatamsiz inim, o'zingiz tanlamsiz. Chek tatay. Yiho. Qalbinur. Siz odatda nima ishni yaxshi ko'rasiz, nima ish qilishni? Yaxshimisiz odatda shu beqaqan vaqtlarimda Janshin fan bormayam, do'stlarim bilan ko'rishib. Ammo Janshin fan berishqamlar. Siz o'yin o'ynashni yoqtiramsiz? Ha, ba'zida o'ynayman. Kompyuter o'ynamsiz? Ha. Nima o'yin o'ynaysiz kompyuterda? Ba'zida do'stlarim bilan Dinsho'nga manyavimsa, shiji o'ynayman. Men mashina o'yinlar amroq kompyuterda odatda men o'ynayman do'stlarim bilan. Ko'zim shar o'xshab ketdi ekan. Odatda shu nima hayvonlarni yaxshi ko'rasiz? Odatda uyda boqadigan cho'ng'u bo'slam narsani yaxshi ko'raman. Mushukni nima? O'xshaydigan bizga. Menchimi? Menda so'raydigan savolingiz yo'qmi? Savolim bor. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Elzat. Necha yoshga kirdingiz? Bu yil 25 kiraman. Urumchidanmi? Urumchidan. Odatda men bilan o'yin o'ynang desam, o'ynamsiz bir kun ashta. Bir kunmi? Ha. Masalan, osh kuni boshqa muhim ishlar bo'lmasa, masalan, ikkilimizning vaqt chiqarib o'ynaymiz deb deyishgan bo'lsak, o'ynasak bo'ladi. Siz qandayroq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? 平时也是就是会穿搭，然后平常爱干净，自己有趣。 Qiziqarli o'g'illarmi?
ba'zida birer minut nima deyishni bilolmaslikmi umrdan uzoq tuyulib ketamdi. Chiqinglar so'rashga tegishli so'rab bo'ldinglarmi? Yetarli bo'ldimi? Bo'ldi. Qolgan yil to'liqlaymiz. Qani qolgan qiz yigitlarmi bu fursatni qadrlaylik. Tunji uchrashishninki his tuyg'ularini ta'mini tetib bakmoqchi bo'lsanglar, marhamat. Faqat sahnaga chiqishga bo'lmaydi, lekin shunda qarashgan holatda paranglasanglar bo'ladi. İkinci nokmalardan adetlerimde hayvanlarda qanday hayvanlarni yapışını yaxshi ko'rsin. Azaldan hayvanot beqib baxmadım. Özüm hem qo'rqayman yo'lda chashqonlarni yoki mushuklarni itlarni ko'rsam urkib ketaman. Bek sezgirchi bu temaga asosan toshqan yaxshi ko'raman deb javob berman azaldan, lekin toshqandan beqib baxmadim. Savolingiz tugdimi? Ondan şikayetler bir tanışıp bakayla hazır manga kılınız geldi şuna koy yolu to'g'rishib qoldik. Qanday bir usulda men bilan salomlashib, ko'nglingizni menga ifodalaysiz qaysi usul orqali? Masalan biz talla bozorga bir narsa yemek içmek setilish uchun kirib to'g'rishib qoldik deyli, shu yerdan boshlandik temini. Tanishib bekman men bilan. Aylanlar Talla Bazırda. Ben köydüm hazır. Talla Bazırı deyli, mana meklanlar ha. Oturup çıkandık. Jıraqdan turib Talla Bazırda ay oy deyişim bir əpsiz iş qo. To'g'ri. Men o'zimga ketarlik turmush buyumlarini setib olib kirdim. Siz jıraqdan ko'rib, menga ko'z qizarib qarangizni soldingiz, nazar tashladingiz. Men qanday usulda bir gap ochmoqchi. Ben abinasini alay debdim, bu tapamay qaldım bilasizmi buni? Kechiring, men Talla Bazır ochmayman, firkaslikni so'rab baqsiz qanday bo'lar? Men birim aql kirgandim. Siz nima qila kapdingiz bu yerga? Men necha kun bo'ldi-chan, sizga diqqat qildim, shoma bir tunishib qoldim deb gap qilgan. Siz mushatirab o'tirdi ekansiz qilganda, ammo o'zingizga kerakli narsalarni aql kirgandim, beramdingizmi so'rab qoldingiz. Appasam appagina. Rahmat bo'ldi, rahmat. Oy, chiqinglar ilgirlash bak tezmi? Sizga diqqat qilayotgan tunishib qolaysiz, beramsiz deb. Alfira, men biza gap so'qib olay dedim-da, endi so'rash uchun bir maqsad va necha kun bo'pti ko'z tishigini uchun bir maqsad va deb apparamdingiz deb tushdim endi. Masalan, Abbas olamsiz? Olmayman. Bu inimmi bak udulkana bevosita ifodalaydi ekan. To'g'ri. Naq mushundaq yigitlarimiz bir xil kayni yinib ketayotgandek deb o'ylaydik. O'g'illarni turgun emas deb cho'nglarimiz ranjib qoladi. Turgunkan-ku mana. Chiqiblar qandaq Nadni alma, voy sizmi nima qilib kirgandingiz, sizga diqqat qilayotgandim, tanishib qolaylikmi? Udulla. To'g'ri. Sizga nisbatan bak xatar his qildirmadi shundami? Yo'q. Bexatar his qildingizmi? Bexatarlik tuyg'usi his qildim. Shu beradigan bitingiz deb sizda? Ha. Rahmat. Tunji uchirish go'zal bo'ldimi? Janglarga beringlar. Min qoidadan bir chora afzal deb asl qoidamizda faqat bir jup qiz yigitlar sahnada tunji uchirish fursatidan bahramand bo'ladi. Mana bugun chora qilib baqqandiq, Talla Bazır yasidiq o'z ko'nglimizda. Manzirni Talla Bazır deb ko'z oldimizga keltirdik. Shuninglar ishqonlarning tanishishimi go'zal bo'ldi, ya. Xo'sh. Bog' yasaydiganlar bo'lsa chiqinglar. Tog' yasaydiganlar bo'lsa chiqinglar. Manzirlik dengiz bo'yi deb tasavvur qilganlar bo'lsa chiqinglar. Meryem. Mesela əmisindən sorab baxsam bulamda. Ortaq bir sual sorab baxsam, mesela sizlər oğullarının nəzərdəki hazırki zaman moda iqimi degan nima? Mesela yürüş-duruş cəhəti bulmuşsun və ya ki bizning turmuş cəhəti bulmuşsun. Sizlərning nəzərinlərdəki moda iqim deganni qanday qaraysizlar? Mening o'ylaganimcha, hamda moda iqim bo'lsa, başta kiyim-kechak va yurish-turishdan bo'lamiki deyman. Yaqin. Onda bo'lsa siz masalan sizning qiz do'stingizning andan ilg'i qizlarning qanday kiyim kiyib yuradigan qizlarga amroq yoki ilg'i kiyimki
Masalan, muhabbatınız bo'lmasin, to'y qilib qolgandan keyin juftingiz bo'lmasin, qandaroq kiyinib yurishni yaxshi ko'rasiz? Men odatda u qandaroq kiyim kiysi yoqtirmaydi deb o'ylamayman. O'ziga yarashsa, chiroyli bo'lsa, yaxshi kiyalisizlar, moslashtirib kiyalisizlar bo'ldi. Shu kifoya. Boshqa talab yo'q. Talab yo'q. Rahmat. Bugungi mush sandan bir juftlar chiqib qolganda bir yugan bor menda. Ashtaqma, sezim bormi sizda? Men shunday bir sezim turdim. Men mush 2-numurluq Mayir bilan o'g'il 2-numurluq Mayirni bir ikkisini bir uchrashtirib tushunish hosil qildirib baqsangiz demoqchi. Kim bilan? 2-numurluq o'g'il bilan o'g'il. Nimishqa deganda? Men bu 2-numurluq qiz bolaniga o'zining kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullandi ekan. Bu 2-numurluq o'g'limiz aşpazlık kasbi bilan shug'ullandi ekan. Bular ikkisida o'xshamagan bir kasb bor ekan-da, har ikkisi o'z oldiga bir kasbi bor ekan. Bularniki bo'y turqimi ikkisiniki moslashib qolgandek turdi. Mening ko'nglimda mush ikkisi qo'l tutishib chiqib kelsa men baxo'sh bo'ldim. Bo'ldi, Xaldadanning orzusi bo'yicha chiqinglar, qani bir tushunishib beqinglarsizlar. Bu bir yangilik bo'lg'ida ekan. Xalidadan programma 5-yilda bu tasavvurni o'tirib qo'yib qoldi. Ham natijasini qanday bo'lganligini uqmaymiz, qani kelinglar. Endi buni talla bozori demaydi. Nada tasavvur qilayli? Yoki bo'lmasa elchi sahnasi deyli, ya? Amaliyotga qaytayli. Bo'ldi. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingizmi yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Jiddiylashmam bo'ldi, hech qisi yo'q. Siz shu Urumchidinmi? Ha, Urumchidan. Sizchi yurtingiz qayerdan? Yurtim Turpandan. Turpandan. Ammo turishlik o'rningiz Urumchida. Ha, Urumchida turyapman. Urumchida nima kasb qilsiz? Oshpazlik qilaman. Oshpazlik qilsiz. Men kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullanaman. Jiddiylashmam bo'ldi, men savol so'ray sizdan. Siz savol javob topolmagan bo'lsangiz. Odat nima ish qilishni bekrak yaxshi ko'rasiz? Ishdan tushganda ishda sirqa vaqtlarda nima ish qilib vaqt o'tkazasiz? O'yin o'ynayman asosliq. Qanday o'yin o'ynaysiz? To'xo yeyish. To'xo yemsiz? Chiji. Chiji, to'xo ya, boshqa narsa yemamsiz. Ammo bu o'yin o'ynashlarga chiji deydigan gaplarni men bek bilib ketmayman, o'yin o'ynab ketmayman. Telefondan shuni so'rag'anim sizdan. Asosliq shu chiji o'ynayman yaxshimi? Bir kunda xizmat vaqtingizdan sirt qancha kun orom olishingiz bor? Oyda 2 kun. Bir oyda 2 kun shunami? Siz bu bir oyda 2 kunlik orom olishingizni qanday ish qilib o'tkazasiz? Bozor cho'gilaymi? Bozor cho'gilaysiz. Nima setib olasiz masalan? Bir narsani setilishni maqsad qilib cho'gilamsiz? Yo'q, aniqmi? Ko'nglim nimaga dalsa shuni setib olman. Buni setib olasiz. Bo'ldi. Menda so'raydigan savolingiz yo'qmi? Yo'q, bor. Qarab turmasam jiddiylashgan bo'lsa-mi, yo qarab turay bo'lsa. Bundan yaqinlarlik paranglish baxmoq ekan. Joyimiz ketib paranglishimdi qamsa. Bo'ldi. Mana 2-numurluq Mayir o'g'il olganki qo'rqmay gaqiling. Nimishqa deganda men sizlarning ishinglarni bundaq deb qo'ygan bo'lg'achqa balkim sizning ko'nglingizda azroq bir besim bo'lib qoldi, ya. Nima bo'lib qoldi? Shuning uchun o'g'il bola qiz bolaga nisbatan azroq ko'nglida bir sezim paydo bo'lganda gap qilishdan o'yildigan bo'lib qoldi. Ali ma'lum shundaq ish bormi, ya? Shuning gap qilolmayman deb odamsiz. Men endi shundaq his qildim. Bu bir oila deganda ayol ikkisiga bir kasbni qilsa yaxshi bo'ldi deydigan gap bor, lekin meningcha bo'lganda o'xshamagan kasblarni qilsa bu texmi yaxshi bo'ldi. Har qatdan bir yangiliklar bo'ladi bu oilada. Shunday ishqinglarning o'xshamaydigan kasblar bor ekan, bo'ylaringlarmi muvaffaqiyat Turpan degan 2 soatlik yo'l. Sizning Turpanga ketmish, shunlashqa sizlarni ko'proq bir paranglish baqamdiki degandim. Qo'rqmay gap qiling afkam. O'g'il olgandiki. Yoqtirmadi o'g'ay bak gap qilishni xohlamadi. Yo'q, unday emas. Yoqtirmasa erkin azada gap qilaveradi. Shu yoqtirib qoldi, erkin gap qilmaydi. Turpanchi buyruqdan birini bering, ha? Hey fukame, ukame, o'g'il olganki, qo'rqmay gapmamla. Nima deyishimni uqmadim. Siz men deganda azroq sizim bormi sizda? Raska qiling. Shundaq raska qiling. Raska qiling, ha? Uy, mana Alfiram raska qiling deydi. Ya bunda hozirchi bundaq gap Alfira, siz qo'rqmang. Faqat
oğullarla bizim zamanımızda kas oğullarla kilip şu meni bana talep koydukken deb hava qilib o'tiribdikanmiz biz vaqtda biza dötganmiz. Hozirgi zamonda qizlarmi o'g'illarga talep qo'ya oladi, o'g'illarmi qizlarga talep qo'ysanglar bo'laveradi. Bo'libmi qizlar o'zinglar bunda bir yaxshi ko'rgan yigitlar bo'lib qolsa, qo'rqmasdan, qo'rinmasdan, tatinmasdan berib o'zinglarning ko'nglingizni ifodalaveringlar. Bu yomon ish emas bu. İşki yılcanlık yakıgan bolsun talep koyardım sizge karan şuncular talep turuşunuzda. Yüreklik gapni qildingizmi? Alfiradima azroq sizin paydo bo'ldi. Vaqtning o'tishiga erishib nima bo'lib qolar. Hozir oz to'la dandoq endi. Qolgani endi keyincha paranglashib o'tiribdi. Turibman yoqda. Shu vaqtning ichida bo'lib qolishi mumkin. Bo'ldi, rahmat. Hozir shtabda men bir o'ng'aylashtirib turay. Sen shu 2 nomerlik shu qizni masalan birdan tatib 10gacha desak, darajasini sening yoqtirish darajang qancha bo'ldi? Nomer qo'yib yiqna deydi. Birdan tatib 10gacha nomerni ichida masalan yaxshi ko'rsang 10, yaxshi ko'rsang 1. Qag'inimda tanishib baq deyim nomer. 50 ta qo'yma? 5 deymiz. Sizchi Yürüştürüşü qarsam qilib buldiganda kostyumni qatirib kiyvagan bilan qatirib gap qilolmaysiz. Tuyg'ungiz qarang, tuyg'ungizga asosan nomer berib yiqing deydi. 3. 3 ga 5 ni qo'shsak 8. Unda qo'shmaymiz uni. Ya qo'shbaqsaq 8 layoqatliksan deb turaylik. Bagajlarni zo'lab qo'shsiz undaymi? Voy nim bo'pti qo'shsa. Nemini qo'shsiz, nemini? Nim bo'pti qo'shsa. Sanoq degani qo'shdi, oladi, ko'paytirdi, bo'ladi. 5 qo'shib 8 qildi. Rahmat. Bu yaxshi bo'ldi. Xalda adamning programmamizga qatnashgandan beri izchil turtkilik rol o'ynayotgan ko'pchilik ayon. Mayli Gulzar ma'lum bo'lsin. Boshdan oxir bu safarda bizga hamroh bo'lib kelayotgan bu karvonimizdan tushib qolmagan Ali bo'lsin. Hammaylar Harvining rolini o'tayotdi, ha? Harvi chaqiba mangdi deymiz. Lekin birov kelib ishtamisa, Harvi mangmaydi. Şuna yaşlarning tirishchanlik ko'z tishini davomli bo'shashmay, men sahnaga chiqishlik asli maqsadini unutib qolmasligini umid qilaman. Tunji uchrashishni nishada oxirlashtiraylik. Biz endi sizlar yaxshi ko'radigan, bizni ham o'ylantiradigan ikkinchi bosqichga halqib o'taylik. O'rtaq tonish. Qani, ekran qaranglar. Amir kadar ispirme. Osanmadım, fakat osanmadım bu yan yertledi. Ayyo, ne sana bir perdüzü dedim mi? Özan çürük, özan asanma. Ben bir talanın işini kılmayıvattı ben, bu şu öğünün fazlasını kılıvattı ben. Osanmamasam siz karan kuttırarsın şunda. Asanmasan kutmaya, bir şey anlatmayın. Eyni uğallar boğanken gırçın ornunuzdan duran bir okşap versiniz, neyim bunu siz? Aşkhanının turbusu mu, turunun buzluk dağını ne var? Üzen bir amanlık kılıp konuşar. Buna hazır yarısı tip ekvatın asla das koyup koydu. Vay. Primarcık telefon kılmamsa, muhalef ne kılsa ona? Vay siz durun, primarcık ben telefon kılan ben. Vay bu, muhalef bir telefon kılgan aşkım, müsaade mağdur da basıp cüme. Vay. Oldu başka gepini o kuyaylı Johan'ın işini kılıverken de sözleydikensiz. Aşkhanlar kerek, apı çıkımda bir bilek yerine emin. Kızlık yapırken sana Çin'in en sütüye bir şirtiyle onu nasıl biz bile botlamalar kim diyede. Oycan. Ama acılık mı ne ki ya? Oydan Mehmet. Ben bu hikayeni anlap, her kişinin ayalığa qattiq ko'ngil bilmaydigan, uyga qattiq ko'ngil bilmaydigan, o'zini o'ylaydigan biri. Ashta bir adamnikini esqib qoldim. Shu o'z xo'shal bo'lsam, hech qanday ish bilan kori yo'qlan bir adam ekan. Hech bo'lmasa qaysi ishlarni qilishib bergan bo'lsa bo'ladi. Ish bo'lmaganda bir turbini adam chaqirib o'nishib bergan bo'lsa, yo damilish kuni bir so'rindan baldiroq qaytib kelib, bu o'yinning ishlarini qilishib bergan bo'lsa, bir kun bo'lsam to'xtab turgan bo'lsa, mayli deb, balnimi olmaydi ekan o'zini berib. Bir kun balam og'ilvoray deb o'ylamabdi. Men shu bu aniki mas'uliyat tuyg'usi yo'qqa o'yga bo'lgancha, bo'lsa oilasiga bekrak ko'ngil bo'lsa, shu aloqa buzilib qolgan, o'zi qilolmay qolib qolsa, o'zi qilolmaydan aloqa to'rpa o'ngshaydigan, agarcha shuni o'zi qilolmay qolib qolsa, boshqa remont chaqirib bo'lsa qilsa, endi damalish kuni bo'lgan ekan, bu damalish kunlarda bo'lsa oilasidagilar bilan
billa aylanib bozor aylanamdi yo sayohat qilib kelamdi shuna qilsa to'g'ri bo'libdi. Her kişi hem de bir oyunu tutkandı ki nelge bir yıl mesela oyunun işi mi çıkıyordu bir oyunu tuttu diyen ki bir Türk ne kötü yaptı o diyen ki yapıdken bu adam oyunu da ne makanda belki hizmet aldıraj vay manıqa mesela ma balam okuş bulsa ya ki ayalım o bunda binaz yaxşı gün geçerse de belki aldırajlap ketkenlikin hem de şu mesela turbası buzulup kaptı onu onuş tutup vermeye gelken pek mesuliyetsizlik qilib Demek oğullar hammalarning ko'z qarashi asosan bir yerdan chiqdi. Bu ayolga nisbatan ish chaqirtish, istaşlik qilish, ma erning mas'uliyatsizligidan afsuslanish tuyg'usida bo'lyapsizlar. Qizlar sizlarchu? Esimni bilsam, kichigimdan uyninki ig'ir ishlarini dadam qilib kelgan azaldan. Oddiysi seko'tatlarni opam bilan biz birga chiqib akratdik azaldan. Uyda qirqat yuydigan, oddiysi parda juyib asadigan ishlarni biz qilatdik. Uningga dadamni aralashtirmaydik. Ammo go'sht akirdigan, un, may, guruch yoki chiroq buzilib qoldigan oddiysi, kuch talab qildigan, zehn talab qildigan ishlarni dadam qilib berdigan. Shuna bir esimda opam dadamga ay mavo qaraqsal men qilib qopdi go'sht o'tmaydigan bo'lib qopdim. Shuni bir chaqlab bersangiz o'tgan degan vaqtda dadam qo'liga bir chinini elib, chinining keyniga shu bilabchi qaraqni istik qilib go'shtni chanab shu kesib ravris qilib to'nglatib qilib berib qilgan esimda bor. Shunga har doim ashla qiladi. Opamni go'shtni ishlariga aralashmaydi. Dadam hafton kunda bir qaytim go'shtni elib akirib uyga o'zi teli qilib parchalab qildigan. Mencha bir oilada er o'zi qilishga tegishli ishni qilsa, ayol kishimi o'zi qilish tegishli ishni o'zi ado qilib mansa, ikki tarafga bo'lgan besim bo'lmaydi. O'zaro barobar holda, ammo odam o'zining ishini o'zi deb qilsa, mencha jiq ixtilof bo'lmaydi. Butun mas'uliyat ayol kishiga yuklanib qolgandan keyin ba'zi ayol kishilarimizda ig'ir keldi. Men çoğanda şu bu her kişi ailesi bo'lgan mas'uliyatçılığı azroq tuvan anandan keyin ailening ishlarini cho'qim ayollar qilsa deb bilib o'zidan keyin ish qilib ma'lum pul tepib akirib bersamni bo'ldi deb o'zining pul tepishdan boshqa ailesida qilish tegishli ishini o'zi qilmaydi. O'zining ailesi bo'lgan mas'uliyatini ado qilmaydi. Keyin nima deganda qizlar, ayollar haddidan ziyoda bek qaysar bo'lib ketganda o'ziga tava bo'lgan muhabbatni yo'qotib qo'ydig'ini. Andan masalan hikoyani anglasaqlar mamimizning qalbida qildig'ini bir mas'uliyatsiz andan uyga oila ko'ngil bilmaydigan deb o'ylaymiz. Andan o'ylig'ini u mencha oila emas, faqat bir uy. O erning ko'ngilda o'ylaydig'ini birinchi qitim, ikkinchi qitim, uchinchi qitimlar o'tib ketdi. Birinchi qitim dedi qipamdi, ikkinchi qitim dedi qipamdi, uchinchi qitim dedi qipamdi. Andan ayol davomli o'zi umsiyverdi, qiyverdi. Erning qalbida shakllangan narsani nima deganda, buningga men bo'lmasam, bunchalik ishni o'zi umsiyverlaydi-ku. Buningga bunchalik ishlarga lozim bo'lmayman-ku degan iddia erning qalbida. Shunga qilib buni mencha bir erning mas'uliyatsizligi deb qarashim bo'lmaydi. Er balkim shu oiladan o'ziga tava bo'lgan hissiyotni andan bo'shliqni topolmagan. Shuningda bir ko'ngilsizlik ziddiyatlar kelib chiqdi deb o'ylayman. Qizlar, o'g'illar o'zinglarningki maydonda turib nayt yaxshi tahlil qildinglar. Hammanglarningki o'z oldinglarga to'g'ri. Bo'libmi Meryem'nin tahlilde özgüçlük var. Nurgun ayollar fakat yestaşlık noktasıdan şu ayol dostu davrdışığı nispeten biçare pek hargın bulup gitipti. Bu nimancha mas'uliyatsiz deydi u ayolning mu ketkizib qo'ygan taraflarga qoida aql yugurtib bulamasligimiz mumkin. Endi men shu nuqtada Xaldadan bir savol so'rab beray. Xaldada siz ko'ngilsiz sud maydonlariga ko'p chiqsiz. Chunki bu sizning xizmatingiz. Mesela ajrashish delolarını misal alaylik. Bir aile yemirilish oldida siz ular guvohchi bo'lasiz. Ularning hikoyasi quloq solsiz, azoblari quloq solsiz. Mana mushunda quloq solishlar jarayonida bek harg'in, ailening haddidan ziyoda yukini o'zi ustiga avilib, eng oxirida bardoshlik berolmagan ayollarni ko'p uchratdingizmi? To'g'ri.
Hozirgi mushundaq ahvol ostida ko'pincha oilalarda shu aqibatining natijasi qanday bo'ldi deganda ajrashib ketadi. Nimishqa deganda bu ayol erga muhtoj emas. Torbini o'zi ekilib o'ngshi oladigan bo'ldi. Go'shtni o'zi chamiy oladigan bo'ldi. Su yo'q bo'lsa o'zi suvni ekilib uni hal qila oladigan bo'ldi. Demak, erga nisbatan hech qanday ehtiyoji qolmadi uniki. Bir uydagi erni o'ziga yo'lanchik deb hisoblayolmadi. Unda bo'lgandikin o'ziga bir yo'lanchigim bor deb uni hisob qilamagandikin ikkisining o'tirsidagi azroq ziddiyatmi ayolga nisbatan besim paydo qildi. Uyning hamma ishini men qilib olsam, o'zim pul tepib, o'zim beqib olsam, men taxi seniki bu xo'ylaringni, men datlaringni ko'taramdim. Bo'ldi, men senga muhtoj emas. Berib men sen ajrashib ketib, men ishimni o'zim qilsam, o'zim ozoda turmush kechirmamdim deydigan mushtaq holatga keldi. Endi ba'zi erlar nima deydi deganda, meni ko'ziga ilmaydi, meni ardak ko'nmaydi deydi. Shundaq ahvol ostida kelgan vaqtida mening birinchi bo'lib so'raydiganim dal mushu ishlar. Amaliyotda bu uyning kichik ishlari. Mushu ayol sizni nima uchun ko'ziga ilmaydi deb siz oila ishlarida nima ishlarni qila olasiz? Desam, andan keyin torba almashtirish. Balla dedi, amaliyotda bu ishlarni o'rgansa qiladigan ishlar. Bu oilada ham hozirgi odam chaqirib ekildi. Odam chaqirib kelsa, yanchiqdan pul chiqib berdi. Odam qilganni odam o'rgandi. O'g'il bol deganga 72 xil yuna ozliq qiladi. Şunlaşqa uni o'zi o'ginimman men qilaychi deb qisib bula berdi. Shuning bilan bu go'shtni kelib chaniga vaqtida o'g'illarning kuchi bo'ldi. Akilib bingshan to'nglatqilaq sepasi bo'ldi. Shuning bilan bu har qanday ishni qilmasa, o'zi qilmasa, buni ayol qilsa, albatta ayolning yuragida u yo'lanchik bo'lamagan erning hammasi ayolning nazarida u o'rni yuqori ko'tarilmaydi. Cho'qim ayollarga balalarga yo'lanchik bo'lalgan voy bu dadam bo'lmasa bo'lmaydi jumo bizning oilaga bir ayol kishiga nisbatan aytganda voy bu er bo'lmas bo'lmaydi jumo bu uyda degan hissiyotga akilalgan er kishi pul topamizmi oilada pul muhim lekin bu pul birinchi omil emas iqtisod birinchi omil emas balki bolalarining ayollarining oldida ilqi ko'p pul topamizmi pulni tejashli qilgan, pulni buzib chashmaydigan, uyning ishlarining hammasining pul xashlaydigan ishning o'tisidan o'zi chiqalsimi pul topgan bilan o'xshash. Shunlashqa bolalarining oldida, ayolning oldida yo'lanchik bo'la olgan er bo'lsa bu oila shunday yaxshi oila bo'ldi. Rahmat ada. Muallim, sizmi issiq sovuqlarni boshdan kechirib baqqan. Gerçi özünüzün turmuşu nurgun hikayeler yüz vermişsiniz. Ani şundaq hikayelerinin içinde personajlarının obrazını yaratish jarayonida ayollarning turmushiga ko'ngil bo'lgan bir san'atkorsiz. Sizningcha mana shundaq turmushga yo'liqqan qizlar agar turmushni buzish xiyoli bo'lmasa, qanday qilib bu erni mas'uliyatchan tarafga olib kelalaydi? Endi birinchisi mas'uliyatchan to'g'riliq ma o'g'illarmi dedi. O'g'il bola cho'qim o'zining erlik mecburiyetini to'liq joriy qilish kerak bir oila tutganda. Abiyam deb o'tdik bir muhabbet bog'layotgan davr bilan to'y qilgandan keyingi vaqt davrlar o'xshamaydigan bir bularmi mas'uliyatchanlik bo'lish bir nayt cho'ng ish bo'ladi ekan. Erlar o'zining mas'uliyati, ayollar o'zining majburiyati degandek. Ma bu itotda biz ko'rdik. Qizlar degandek, ma qizning 4-chi Maryam bu qizning gapiga aytdi. To'g'ri qildim. Ma o'g'illar mas'uliyatchanlik dedi. To'g'ri, birinchisi mas'uliyatchanlik kerak bu o'g'ilda. Ikkinchisi mush qiz degandek, ayollar bak o'ziga mayli ishning, uyning ishi bo'lsin, hamma ishni o'ziga tortib olsa, rost degandek o'g'illarni o'rin qilib qo'ydik ekanmiz, bekor qilib qo'ydik ekanmiz. Endi o'zimning oilasiga kelib aytgandimmi, men o'zim kuchliq ishni cho'qim qilaman deb o'ylayman. Uyning alaqdek tamoq, sepay. Hatta meni yo'lchimga aytib berdi o'saylarni. Ashta ig'ir ishlarni cho'qim yo'lchim qiladi. Turba yasay olaydi, to'qnimi yasay olaydi deb ketdi. Men dedim, siz tushundan o'qiyotdingiz dedim. U amaliyotda bir kino rejissyori. Uyning rost degandek, shu to'klar buzilib qolsa yoki turba buzilib qolsa, adam chaqirib bo'lmasdan burun hamdi o'zi qilib etadi bu ishni. Chaqirganda bakrak diqqat qilib ko'rdi. Hatta o'g'limizmi sen uy tutsa at bugun.
çoxum mən ügənməkə. Dəbətdən maşından çıxaqınıqında yengişləşdin tatıb ügətdi. Demək bir oğlu olğan biz atanımı bir ügtüş. Ma kelgüsü ma öyünü qandaraq tutalaydı degen nəsigə bir kalla qatırıb atanlarmı oğullarga qılışlıq tegişini ügtüş gerekken. Şu işlağı seliş gerekken. Ayallarmı analar qızığa məgə. Sen kelgüsü bir toy qılıb bir ərinin ayal bulursan, bir anı bulursan. Aş ballarını qanda tərbiyələysən, yol şomlar qanda yaxşı ötələysən. Degendek. Burunqı gəplərdə mündaq Böyüde tamaq yaxşı olmasa sırt qarab qoyuldu deydiğən ərlərni. Onun mu azraq nemisi bağdı. Böyüde yaxşı ısıq tamaq, ısıqlıq, köngüllük olmasa ərlər talaq qaçıdı deydiğən. Bizdə kiçik vaxtımızda şimdi bir gəplərini anlaydı. Demək ayallarımı öz məcburiyyətini, öz qılıdığan işlərini cari qılıb yaxşı qısa, mülayim olub, özü qılamağan işini bir sorab durub, hazır qıp vermə, yumuşaq, tatlıq gəplər bilən aldapşılap olsun mu? O qapılıqını yoqatsaq, ərlərmi özünün qılığa işlərini, məsələn, jigit sırtlar oturaş bilan bo'lib ketdi. Chunki bu ayollarning ishini o'zi tatibdi. Hatta balni ekkelsan, men ma tamoq etyapman deydigan gapni qilmay o'zi tatyapti. Deymizmi? Mush qiz deganiga nayt qo'shilma. Biroz o'g'log'im ish basak o'g'idek uyda. Bo'lmasa ular men ayolim qilibdi degan bilan qilmaydigan bo'lib qoladi. Rahmat ma'lum. Mana cho'nglarning tafakkuri cho'ngcha, yoshlarning yengichi bo'ladi ekan. Hammalarning ko'pchilikka bahri bagidek fikr baginiga rahmat. Atan tarbiyasi rasmoyim. O'g'illarni otasidan o'g'indi, qizlar onasidan. Shunga bu nuqtada kelgusida uy tutilganlarga nisbatan ota-onalar hushyorligini oshirmasa, o'rin yigit, besham kelin va yoki mas'uliyatsiz taloq qochadigan ayol degandek tragediyalarga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin ekan. Gapni yig'ib akaganimizda bir naqshini anglab yetib, eng muhim yeriga qadam basamdik. Ko'ngillik damlarda ko'ngillik naqshlarni hamroh qilish elchi programmamizning qoidasi, chorasi bo'lib keldi. Qinamsa birlikda anglaylik.
Koyvan sarayının Örgüleyme aşığım Yala Körgüleyme aşığım Fedvali yok miken Koynuna meşğum Fedvali yok miken Koynuna meşğum Aldırap bergen köngülün Örgüleyme aşığım Yala Körgüleyme aşığım Fedvali yok miken Koynuna meşğum Fedvali yok miken Koynuna meşğum Koynuna meşğum Jigitlar, qizlar. Nima? 3-chi bosqich. Alfiradan a? Chiroq yondirish yoki o'chirish Eng oxirgi tanlash. Ha. Oy, sizlar yaxshi ism qo'yibsizlar. Chiroq yondirish, o'chirish bosqichi deb. Eng oxirgi tanlash. Endi yigitlar chiroqni o'chirmay tursizlar, qizlar. Qoidamiz bo'yicha ko'nglinglarga tutgan nishon bo'lsa, chiroq yeni qalatda. Bo'lmasa, o'chsin. 3, 2, 1. Yaxshi ahvol. Ish bo'lmasa, ishki chiroq yongan holatda turibdi. Alfira, Qalbinur, ko'nglinglardagini menga deb beramsizlar. 阿伯和1号男嘉宾交流的时候，就觉得我和他的性格好像比较合得来。就是平常做的事情，他也喜欢健身，我也喜欢健身。他也喜欢猫和狗，我也喜欢猫和狗，所以想和他再了解一下他。 O'rtaqlasha oladigan, yaxshi ko'radigan narsalar ko'p chiqibdi, ishqanglarning. Undaq bo'lsa, birinchi nomerli yigit ismingiz? İsmim Elzat. Elzat. Qalbinurning fikriga qanday qarshingiz bor? Ben şu birinci bosqichda tunji uchirishda paranglashdik. Paranglaşıp, bundan sonra ko'nglim yoqdi, onun ustiga mening yaxshi ko'rib yoqtiradigan leyshanim qilma o'xshaydi-ku, tanishib bir xil. Suyuji, işte his qildim. Onun ustiga men bilan tam o'yin o'ynayalaydik-ku, chin o'yin o'ynashim qilma kompyuter o'yin o'ynash bir masala bo'lganda-ya. Ondan bu masala men bo'lgan o'xshaydi. Ammo chiniqishlargamroq degandek suv chumlashlarga hamda qat terilib işte. Başlayacak his qildim hamda men chiniqqadigan odam bo'lganka cho'qim mana shu narsalarga mamroq deb. Bo'ldi o'yinim. Chiqinglar, sahnaga chiqamsizlar? Axir Elzatning kompyuter o'ynashini yaxshi ko'radigan, kompyuter o'ynashiga hamroh bo'la oladigan bir odam chiqdi. U bo'lsa-mu Qalbinur. Endi biz Alfiraning masalasini hal qilaylik. Alfira, chiroqni nima uchun saqlab qoldingiz? 2-nomerlik oshpazning menga deydigan gapi bordek his qildim. Gapi bordek his qildingizmi? Qaysar gapingiz bormi? Agar sizning bo'lmasa, men sizga deydigan gapim bor. Ikkimiz muhabbatlashdik. Munosabat o'rnatdik, ya'ni. Siz ma'lum bir kuni kechda meni tomoqqa taklif qildingiz. Uningdan burun men siz bilan ko'rishish jarayonida mening noyati gulga amroqligimni sizga deb o'tdim. Siz meni gulni yaxshi ko'rganligimni bildingizda, bugun kechda masalan, men uchrashishga taklif qildingiz, ko'nglingizda bir dasta yo'g'on qizil gulni elib, menga sovg'a qilmoqchi bo'ldingiz. Ammo men bilan uchrashish uchun tayyorlangan vaqtingizda tuyuqsiz bir jiddiy ishingiz chiqib qoldi. Siz ishlaringizni tugatib, men bilan ko'rishishni aytdingiz, saqlab turishimni talab qildingiz. Men ma'qul bo'ldim, sizni saqlayapman. Hozir saqlayapman sizni. Siz ishlaringizni qilyapsiz, lekin siz ishingizni tugatib, gul do'koniga berib, gulni og'ichi orliqda gul do'koni taqilib ishdan tushib ketdi, keshib ketdi. Siz gulni menga sovg'a qilmadingiz. Undaqda siz gul do'koniga bag'ichi orliqda yo'ldan o'tdingiz, bog'chadan o'tdingiz. Qizlarniki kirim buyumlari, lozimliklari sotadigan do'konning oldidan o'tdingiz. Oxirda gul do'koniga berib, gul do'konidan taqilib ketganini bildingiz. Siz meni oldimga quruq kelmoqchimi yoki? Yo'q, cho'qim men u chaqda cho'qim kirim buyumlar do'koniga kirib, cho'qim kirim buyumlardan tanlayman. Kirim buyumlarni tanlaysiz.
boshqa narsa tanlab olib berish o'ylashmadingizmi? Boshqa lekin siz mening gulni yaxshi ko'rganligimni bildingiz. Bugun menga kechda ko'nglingizda gul so'qmoqchi shuni pikib bo'ldingiz. Dastlabda yoki bo'lmasa men dastlabda men gulni olib qo'ymay ishimni bitirishdim burun. Oldi bilan o'zimning ishini o'ylashib, oxiridan keyin u ishni qilsam bo'ldi. Agar chanda u ishni gulni olmagan bo'lsangiz, gulni olmay qolib qolgan bo'lsam, girim buyumlar do'koni o'chiq bo'lsa, cho'qim girim buyumlar do'konidan girim buyum olma. Chunki qizlarning hammasi girim buyumni yaxshi ko'radi. Bo'ladi. Javobi ko'ngilga yoqdimi, yoqmadimi? Yoqmadi. Yoqmadimi? Asli qanday qilsa bo'ladi? Men deb o'tdim-ku, gul do'koniga berishdan avval bog'chidan o'tdingiz, yo'l bo'yidan o'tdingiz, girim buyumlar do'konining oldida o'tdingiz deb. Bog'chida gul bor deb o'yladingizmi? Albatta, ba'da hech bo'lmasa gul bo'lmagan taqdirdami bu balaning maqsadi menga gul so'q qilish. Maqsad pul emas-ku, ko'ngilningki alaligi eng muhim. Hech bo'lmasa shu bog'chidagi bir tal gulni elib so'q qilib, bugun kech qoldim, xafaman. Aslida baldur kelsam to'g'ri bo'ladi deb bir tal gulni bergan bo'lsam, chiqim, menga bir dasta qizil gulni berganda bekray xush bo'lgan bo'lardim. Yo'q, unda qilsaqma bo'ldi. Lekin ya bo'ldi, endi kap bo'ldingiz, oldimga bo'ldi. Ammo men o'girim buyumdan hozir menda baygirim buyum. Rahmat. Menga qilay. Siz bog'chada shunday chiroyli echilayotgan, hamma odam uningdan baharlanishga tegishli bo'lgan, sizning ko'nglingiz uchun boshqalar baharlanadigan shu guldan bir tonni uzib turib, uni nobud qilib turib, andin sizga sovg'a qilishini yoqtiramdingiz. Birinchidan gulni baribir o'zimizga men so'qmoqchi bo'lgan gulni qachon uzib elib, chiroyli tizib ratlab so'qirdiq baribir. Ikkinchidan qarong'i tushib ketgandan keyin hech kim ko'rmaydi bo'laydi. Men mushuni naqa so'ramoqchi. Bu bir shaxsiyatchilik Alfira. Bu bir xato qarash. Nimishqa desangiz, bog'chadagi gullarni agar har bir qiz bola o'g'il boladan shuni talab qilsanglar, har bir o'g'il bola uni qizlarning ko'ngli uchun bog'chadagi gullarni birdan birini uzsa, u bog'chada gul turamdi. Bu degan ommaviy go'zallik uchun qo'yadigan davlat noyati nurg'un mablag' chiqarib qo'yadigan ommaviy go'zallik ham mushu kishilarniki mushu ommaviy ko'z qarashi bo'lishi kerak. Siz gul do'kon taqaq bo'lsam, avval to'g'ri gap qildi amaliyotda. Gul do'kon taqaq bo'lsam, men uning o'rniga girim qizlarning hammasi girim bo'yimni yaxshi ko'rdi, ammo girim bo'lsa-mu, akilib men degan va'dam uchun sovg'a qilaman dedi. Siz bu yerda cho'qim men gulni yaxshi ko'rgandan keyin sen menga gul taqdim qilishing kerak desangiz, bu yerda azroq bir shaxsiyatchilik bor. Bu o'g'ilvalni agar mushtaq bo'lsa, bir yomon odat shakllanib qoldi. Lekin o'g'ilval uni o'ylabmi baxmidi? Bog'chadan bu gulni uzib sizga akilib uni berishni bu bola azalni o'ylab baxmidi? Ma'lum. Chunki mening ko'nglim muhim emasmi bu yerda? Endi shu shundoq bo'lgan ekan, men onun orqali ko'ngilni olsam bo'ldi. Hammani tushuntirib o'tirib, başta alamamışam, alamadım deb o'tirib, aldirash bo'lib qolib, alamadim. Endi borgan vaqtimda taqaqkan, endi girim buyumlar do'koni uchrab qoldi, sizga girim buyum og'ash keldim. Unda uni nima qilsam tushuntirib, nima qilsam cho'qim qabul qildi deb o'ylayman. Bu sizning maydoningiz turib o'ylasak balkim shundoq. Alfiraning maydonida turib o'ylasak bayatın xalda adam dedi. Endi bog'chadagi gullarni haqiqatan xalgancha uzishga bo'lmaydi. Lekin endi qoidadan chora afzal degandek, chora deb baqsaqchi. Endi xulosalayli. Masalan, gul dunyolari bor. Maxsus mushu gulchilar gul setib oladigan maydonlar bor. Bizda mundaq bir gap bor-ku. Gul do'koni ichilmasimi, gullar ichilaveradi. Balkim shu kun gul olamadingiz. Lekin Alfiraga quruq qo'l bo'lgan holatdami gul do'konining taqilib ketgandan bak afsuslanganingizni, gullarning hamon ichilib turganligini, shu gul do'konidan olib beramisingizmi, atisi o'gini sayohatlarga yoki gulni yaxshi ko'radigan qiz do'stingizni gulzorlikda aylantirib, shu yerdan gul setilishga va'da berishingizmi balkim qizlarning ko'nglini utishga arzib qoladigan choralarning birisidir enim. Bizning qizlarning ko'ngli qayda pul, mal dünya, altın bek köp narsalarni talab qilmaydi. Kichikgina ko'ngil, kichikgina tasalli so'z, ertib deyiladigan chiroyli gaplarni xalab qoladi. Xo'sh, Alfira, chiroqni saqlamsiz o'chirib etamsiz? Chiroqni o'chirib etay. Endi bu yoqdagi ishchi yigit masalasi bor. Chiroqni saqlab qolamsizlar, o'chirib etamsizlar?
Endi ishkanlarga kelaylik. Kelinglar. Xo'sh bo'ldik. Oxiri o'zinglar yoqtirdigan, o'rtaqlasha oladigan adamni uchirta oldinglar, har ishkanlar. Muborak bo'lsin. Ishkanlarga Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan qo'yiqlik darajasi yuqori bo'lgan Aqsil, uningdan boshqa Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati ta'minlagan to'yliq oltin uzukni sovg'a qilamiz. Agar ishkanlardan xush xabarlar kelib, bir kunlarda o'ylanish guvohnomasi ola olsanglar, undaqda Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati ishkanlarning Şirinay Sanya sayohatinglarning barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Uningdan boshqa Ali Malim o'zi ishlab chiqargan keki kayfiyat ravonlashtirish tabletkasini sovg'a qilish bilan birga yana to'yinglarga 20 ming yuan naqd pul opirdi. Muborak bo'lsin. Taxtlaymiz ishkanlarga. Rahmat. Xayramsa. Yaxshimisilar ko'pchilik, men bu sahnaga chiqib, o'zimga yoqqidek bir aslanchi kutdim deb o'ylamagan yerdan bu o'yinimdagi suyimli qiz bilan chiqib amroq bo'lib qoldim. O'zimga yoqqidek adam chiqdi. Men nayt xush bo'ldim buningdan. Elchi sahnasiga ko'pdan ko'p rahmat. Yaxshimisilar ko'pchilik, men bu sahnaga chiqib balkim bir chiqib qolar deb o'ylagan, lekin qanday qadam chiqar deb umid kutgandim. O'ylamagan yerdan qo'l tutib qoldik. Elchi sahnasiga rahmat. Yaxshimisiz aka. Bugun esa elchi programmasini ko'rib qanday his qilyapsiz? Bugungi bu elchi program nihoyat yaxshi ishlabdi. Men yoqtirib ko'rdim, chiqib undan ishlab chiqibdi. Neçə qism bo'lgan bu qiz yigitga qo'l tutib tushmagilar. Bugungi bu sondan qiz yigitga qo'l tutib tushdi. Nihoyat xursand bo'ldim men. Garchi qiz yigitlar mening bolam bo'lmasmi? Mening bolam baxtini topgandek nihoyat xursand bo'ldim. Oxirida qiz yigitlarning mush program qatnashib baxtini topishni umid qilaman. Talab bilan ehtiyoj o'xshamay qolgan ahvollar bo'lib qoladi. Qizlarning talabi o'g'illarning kutgan yerdan chiqmaydigan. O'g'illarning ehtiyoji qizlarning kutgan yerdan chiqmay qolgan ahvollar bo'lib qoladi. Biz elchida bunday ishlarni ko'p uchratdik. Lekin ketib berib bu safar jarayonida bir-biriga mos keladigan juftlarni uchrashtirganligimizda, ular qo'l tutishib sahnamizdan ayrilganda biz vardiqimiz chiqib xo'shal bo'ldik. Ishlagan xizmatimizdan rozi bo'ldik. Qadrli ko'rman do'stlar, bizga hamturtki bo'layotgan programmamizni qo'llab-quvvatlagan o'rinlardan tajdorligini olgan Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkatiga cheksiz rahmat. Programmamizning har soniga qiziqayotgan cho'nglarimizning ko'ngli uchun, yoshlarimizning ehtiyoji uchun biz texnik nodir programmalarni ishlashga tirishchilik ko'rsatamiz. Kelar hafta ishinglarni cheksa, kim deb so'ranglar. Biz elchi deb javob beramiz. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.